Qayerga sarmoya kiritish eng yaxshi dividend to'laydi? Dunyoga mashhur faylasuf, olim, siyosatchi, diplomat va ixtirochi hisoblangan Benjamin Franklinning fikricha, ta'lim bu eng yuqori daromadli investitsiya. Inson o'rgangan har bir ko'nikma kelajak kalitiga aylanadi. Shiddat bilan o'zgarayotgan globallashuv davrida malakali kadrlarga talab har qachongidan ham yuqori. Har bir mamlakat taraqqiyoti esa ilmli yoshlar qo'lida. Mamlakatning ochiqlik siyosati esa faqatgina diplomatik aloqalarni mustahkamlash bilan chegaralanib qolmasdan, ta'limda ham o'zining amaliy ifodasini topyapti. Okean ortidan Yevropagacha, Yaqin Sharqdan Chin yurtigacha eng nufuzli universitetlarda yuzlab o'zbek yoshlari tahsil olayotgani bunga yorqin misol. Davlatimiz rahbarining g'amxo'rligi, qo'llab-quvvatlovi va eng muhimi ishonchi bugun yangi O'zbekiston yoshlariga motivatsiya bo'lmoqda. Dunyodagi top 150 universitetlar qatoridan o'rin egallagan Xitoyning Tongchi universiteti muhandislik sohasida innovatsion markaz hisoblanadi. Oliygohda muhandislik, fan, tibbiyot, iqtisod, falsafa, adabiyot, huquq va ta'lim kabi 10 xil yo'nalishda 40 mingdan ortiq talabalar tahsil oladi. Quvonarlisi ular orasida o'zbek yoshlari ham bor. Biz bu universitetga talabalar almashinuv dasturi bo'yicha bir semestrga o'qishga kelganmiz va ushbu dastur barcha xarajatlari universitetlar tomonidan qoplanadi. O'zi xalqaro top universitetlar talabalarni nafaqat akademik tomondan kuchli bo'lishi, balki ularning dunyoqarashini kengaytirish hamda xorijdagi tengdoshlari qanaqa ta'lim olayotganini ko'rsatish uchun ham shu turdagi hamkorlik ishlarini olib borishadi. Xususan buni hozir biz O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida ham ko'rishimiz mumkin va bu chet tillarni biladigan hamda yuqori potensialga ega bo'lgan talabalar uchun juda ham ajoyib imkoniyat. Aynan biz hozir o'qiyotgan magistratura dasturi Financial Times 2025 bo'yicha iqtisodiyot, biznes boshqaruv va turizm yo'nalishlari bo'yicha dunyoda 8-o'rinda turadi. Bizda Yevropani boshqa ko'p universitetlarni tanlash imkoniyati ham bor edi, lekin biz Xitoyni Shanxay shahrini tanladik, chunki hayot tarzi, ta'lim tizimi Yevropada baribir biriga o'xshash. Xitoyga keladigan bo'lsak, bu boshqa dunyo. Men bu yerga pre-university program o'qigani kelganman va keyinchalik shu universitetni iqtisodiyot fakultetida o'qimoqchiman. Hozirda meni xitoy tili darajam HSK4 va shu yerda men xitoy mutaxassislari bilan shu tilni o'rganishda davom etyapman. Tongchi bu oddiy universitet emas, balki butun boshli ilmiy ekotizim. Kampus binolari bir-biri bilan bog'langan. Har biri laboratoriya, startap markazlari, turar joy va sport maydonlaridan iborat. Xuddi kichkina shahar kabi. Talabalar shuning uchun ham uni Tongchi City deb atashadi. Xitoydagi eng baland binolar, eng yirik ko'priklar, avtomobil yo'llari, bularning aksariyatida Tongchi bitiruvchilari ishtirok etgan. Shu sababli unga Xitoyning injenerlik yuragi nomi ham berilgan. Bu yerda shuningdek okean oqimlaridan tortib zilzilaga chidamli inshootlargacha test qilinadigan super laboratoriyalar ham bor. Ba'zi laboratoriyalar katta binolarni sun'iy zilzilaga duchor qiladi. Bu jarayon talabalar ko'z o'ngida amalga oshiradi. Tom ma'noda yer tebranganida binolar qanday harakat qilganini ko'rish mumkin. Shu sababdan ham universitetda ko'plab darslar klassik ma'ruza shaklida emas, balki real amaliyot bilan chambarchas bog'liq. Kampus atrofida esa avtomobil zavodlari, arxitektura byurolari, qurilish gigantlari o'rin olgan. Ko'p kurslar real kompaniyalar bilan hamkorlikda o'tiladi. Talaba auditoriyadan chiqib, sohada ishlab ko'rishi mumkin. Bu juda katta ustunlik hisoblanadi. Darslar haftada 4 marta turli davlatdan kelgan professorlar tomonidan olib boriladi. Umuman olganda oson ham, qiyin ham deb bo'lmaydi. Sababi ko'p narsa baribir o'zingizga bog'liq. Ya'ni o'z sohangizga qiziqsangiz, darslardan tashqari o'z ustingizda mustaqil ishlasangiz, bu yerda yaxshi kadr bo'lib yetishib chiqasiz. Talabalarning kelajakdagi maqsadi nima? Hozir yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan juda katta imkoniyatlar yaratilib kelinmoqda. Va shu imkoniyatlardan foydalangan holda men ham o'zimni tadbirkorlik faoliyatimni xorijda boshlamoqchiman. Hozirgi kunda Xitoy eng tez rivojlanayotgan davlat hisoblanadi va o'ylaymanki, shu yerda o'z o'qishimni tamomlab, istagan sohamda eng zo'r kadr bo'lib chiqaman. Meni maqsadim O'zbekiston va Xitoy aloqalarini yanada yaxshilab, vatanimizga har tomonlama foyda olib kelib, o'z hissamni qo'shish. Ilgari chet elda o'qish orzu bo'lgan bo'lsa, bugun bu oddiy real holat. O'zbekistonlik yoshlar Tongchi kabi dunyoning eng nufuzli top universitetlarida tahsil olmoqda. Ularning har bir o'rgangan bilimi, qo'lga kiritgan ko'nikmasi esa yangi O'zbekistonni yuksaltirishda dividendga aylanmoqda.